aylantir bismillah torting. Allah boqolasa hozir ham birinchi ishtirokchi tortyapti. Tortaylik. Mana 2 million 850 ming xarid qilgan akamizniki. Yozing Nodirbek 94lik. Hop 300 necha? 388 0568. Telefon qiling. Hop birinchisini men qo'yib turaylik. Yana tortadi. Ha, bitta telefon qilaylik-chi. Ana. Alo, assalomu alaykum. Hoji aka yaxshimisiz? Alo. Hoji aka, Uchqo'rg'on Akfadan bezda qilyapmiz. Pardon? Uchqo'rg'on Akfasdan Tegirmondan Akfa oluvdingizmi? Qani? Demak, o'zi. Akfa olmagansizmi? Yo'q. Nomerni noto'g'ri yozdirib ketgan. 388 05 68 siznikimi? 65. Ha, sizniki 65. Ha, bu Nodirbek. Qanaqa terdingiz? Aka 65 dan olib turadi. 388 hop 05 68. Yana o'zimga beraman. Ma, foto. Hop, keyingi ishtirokchini olib turaveraylik. Qani? Shep, siz ham bir aylantirib olinglar. Xolis ishtirokchi bor. Aylantiring. Olinglar. Alo, assalomu alaykum. Hoji aka, assalomu alaykum. Tuzumsiz? Akfadan bezda qilyapmiz, tanidingiz-a? Akfadan, Tegirmondan Akfadan. Akfa eshik deraza oluvdingizmi? Esladingiz-a? Bo'ldi. Doniyor aka. Vo, joningiz sog' bo'lsin. Aka, priz chiqdi. Ertaga kelib olib keting-a inshaalloh aka. Nechta boringlar? Ha, farqi yo'q, kelavering. Hozir kelsangiz ham bo'laveradi. Xo'p aka, sog' bo'ling. Ikkinchisi. Xo'p, ikkinchi ishtirokchimiz. Mana 600 ming so'mlik narsa ko'rdinglar? Xo'p. Mana Nodirbek. Nima qilib Kes. Syomka qilmay qoldik. 506. Xo'p, o'rtoqlar, mana ikkinchi g'olibni aniqladik. Nomerini ko'rsatib berasiz aka. Nomerni ko'rsatib bering. Qog'oz bilan ham telefon. Telefon qilavering. Mana keyingisi 50lik nomer 506 78 89 lik akaga. Bir dona deraza olgan ekanlar mana 600 ming. Kel. Oldilar? Chidan. Ko'p. Nimaga? Kim? Hozir chiqib ketdi. Bunga aloqa chiqargan. Hoji, yana tortaylik. Ha, o'libdilar, ne barimi? Assalomu alaykum. Uchinchi ishtirokchimiz mana yana hoji ham. Ana. Belgilab Qo'ynishi beryapti. ikkita chiqib kelyapti. Qani? Hoji? Mana. Mana 1 million 300 ming so'mlik savdo qilgan akamizniki ekan. 93lik 630 63 30 egalariga hozir telefon qilamiz. Ha. Aloqaga chiqamiz. Xo'p. Mana ikkinchi omad-a? Xo'p. Nechta o'ynadi o'zi? 10 ta. 630 93lik 630 63 30. Voy maydonda. Hoji aka, siz ham tortib berasiz. Hozir 3 ta bo'ldi. Ha, 3ta olib. Qani bittasi? Tagida mana. Chiqarmay tursin. Mana olmadi, qaytarib qo'ylar, xudo xohlasa. Cheklarni ham oxirida yana bir ko'rsatib yuboramiz. Alo, Alo. assalomu alaykum. Alaykum. Hoji aka, tuzumsiz Hoji aka? Rahmat. Akfadan bezda qilyapmiz Tegirmondan. Tegirmondan Akfadan bezda qilyapmiz aka. Forchkalar oluvdingizmi bizdan? Ha, shu priz chiqdi inshaalloh aka. Xohlagan vaqtingizga qarab, bugunmi, ertaga ham kelib olib ketaverasiz aka. Nima chiqdi aka? Shu deraza va'da qilganmiz aka. Kerak bo'lmasa pulini beramiz, olib ketaverasiz. Bo'ldi, hop aka. Joningiz sog' bo'lsin, charchamang. Xo'p, bo'ldi aka, xo'p bo'ladi. Hoji bobo, yaxshilab aylantiring. Qachon chiqaramiz? Alloh nasib. Biz nasiba.
Safar taklanganini olamiz. Keyingisi hop 19 million. Ha 1 million 950 minglik savdo. 99lik 231 23 47 nomerga chiqdi. Ana olyapsizmi, syomka qilyapsiz? Xudo xolasa hozir aloqaga chiqamiz bu kishi bilan. Bu 4-turashda bular. Hop 99lik 231 23 47 bizda bor ekan. To'rtta bo'ldi. Bu onlayn bo'lsa kerak, oltin ko'ylak. Menimcha onlayn olgan akaniki. Bizga ham daji kelmaganlar, telefon qilib xarid qilganlar. Hozir bilamiz yani. Xo'p, telefon. Assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? Rahmat aka, sizmisiz? Rahmat, Akfadan bezda qilyapmiz, tanidingiz-a? Qayda? Akfadan. Ha, keldim. Oltinko'ldan bizdan narsa olgan ekansiz. Ha, shu prizlar chiqib qoluvdi. 10 ta deraza va'da qilganmiz. O'shani bittasini olib ketishga. Bola ichiga tegmay turamiz, bizga syomka yutib chiqadi. chiqdi-da. Ichiga solib turasizlar narsalarni. Aka, Oltinko'ldan siz-a, to'g'rimi? Bizda Uchqo'rg'ondan Akfa eshik deraza oluvdingizmi? Shu priz. Ha, bizda priz bor edi. 10 ta deraza 10 kishiga tarqatamiz deb abshat qiluvdik. Shu Latatronda sizning nomeringiz chiqdi. Shunga telefon qo'yamiz. Besplatniy kelib olib ketaverasiz aka. Ya bo'ladi, shef, bo'ladi. Aka, oq standart derazani xohlagan sizga tushadigan turini aytaverasiz, jo'natib yuboramiz. Besplatniy aka. Ha, bo'ldi, shef. Xo'p, aloqaga chiqaverasiz. Xo'p, charchamanglar, xo'p. O'zi bitta joylari bor ekan, deraza qo'yilmagan shayga to'g'ri kelib qolibdi-da. Nechta bo'ldi? 1 2 3 4. To'rtta bo'ldi. Hoji, yaxshilab aylantirib solsangiz. Aylantirib oling. Bismillahirrohmanirrohim. Kimdir xursand qilaylik. O'zingizdan chiqib qolsa ham. Voy, qani edi? 99lik. Xo'p, nechilik chiqdimi? 93lik ekan. Qanday odam ekan? 93lik. Hop, 273 65 99. Ha, omadli ishtirokchi yana bittasi. Omadimi bersin? 5-odam bo'ldi. Yana 5 ta bor. Aylantiravering. Xudo xolisi. To'xtab turaymi? Chaqirib. Ha, aylantiravering. Yo'q, Aylantiravering. Hep bemalol. Omadli keyingisiga o'tib ko'ramiz aka. Alo, assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hoji bobo, yaxshimisiz? Ha, bittani olib turaversizlar. Mana Uchqo'rg'ondan, Tegirmondan, Akfadan bezda qilyapmiz sizni. O, yutuq chiqib qoldi sizga inshaalloh, Xudo xolasa. 97lik ekan. Shuni vaqtingiz bo'lsa bugun yo ertaga kelib olib ketaverasiz, Xudo xolasa, Hoji bobo. Xo'p, sog' bo'ling. Standart derazalar abshat qilganmiz bu oyga. Esingizda bo'lsa 10 kishiga berishimiz kerak bittadan. Kelarasiz, Hoji bobo. Nemarim chiqdi desam-a? Ha. Bu ikkinchisi. 97lik. Hop, 626 mi? 70 80. Bu nechta bo'ldi hozir shu bilan? Ko'rib oling, yana Uch, to'rt, akang besh. tortish qilib tortavermaylik. 6-si bu. Yana 4 ta qolyapti. Hoji aka tortasizmi? Yo'q, 70-80. Alo, assalomu alaykum. Aka, so'msiz, sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka, Uchqo'rg'onda Tegirmon Akfasdan eshik deraza olgan ekansiz. Bugun mana Latatronimizda o'ynayapti turdik. Sizning nomeringiz chiqdi. Xudo xolasa yutug'ini ertaga kelib olib ketaverasiz. Ertagami, bugunmi vaqtingizga qarab. Telefon qiladi.
Deraza, oq deraza standart olib ketaverasiz aka. Mabodo kerak bo'lmasa, kelsangiz pulini beramiz, olib ketaverasiz. Xo'p bo'ladi aka. Hop. Keyingisi inshaalloh 93lik. Hop, necha edi? 949 59 67. Bu уже nechinchisi? 7-si. Nodirbek. Nodirbek. Alo. Doniyor aka, telefon ko'tarish. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Boy aka tuzumsiz? Rahmat, siz yaxshimi? Rahmat, tanidingizmi shef? Yo'q, yo'q. Mana tegirmondan akfa eshitdingiz olibdingizmi? Shu press chiqdi boshliq, ertaga bugun kechga vaqtingizni topib kelaverasiz. Bo'ldi, nima chiqibdi aka? Deraza bor, beramiz. Yo, kerak bo'lmasa pulini beramiz hoji aka. Gap yo'q, aka, gap yo'q. Erisiz olmanglar bizga. Tortdik. O'taman, kechroq o'taman. Xo'p bo'ladi aka, kelaverasiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, charchamang. Nechta bo'ldi? Qani? 1 2 3 4 5 6 7 ta. Yana 3 ta tortar ekanmiz. Yüklashib qo'ydi. Hoji, chiqdimi? Qaraysiz, baxtli bolalarga chiqadi. 1 million savdo qilgan akalarga chiqyapti. 94lik. 600 ming so'mlik ham. 307 61 08. Ha, telefon qo'yamiz. Orqasidagi borda. Qopni qani yopib qo'y. Dur. Yo'q qoldi. Bu 8-inchisi bo'ldi. Yana ikkita. Ikkita. O men nomerim qani. Hozir topamiz siznikini. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Va tegirmondan akfa deraza oluvdingizmi? Xo'p, aka sizga press chiqdi. Inshaalloh bugun vaqtingizga qarab bo'lmasa, ertaga kelib olib ketaverasiz, ha? Xo'p bo'ladi aka, charchamang. Xo'p, sog' bo'ling. Yana bitta. Aylantirib yuboring hoji. Assalomu alaykum ahli guruh. Mana prezidentni topshirishda davom etyapmiz. Mana hozirgi aka. Xo'p bo'ladi. Mana kunga hozirgacha 8 ta YouTube versiyasida ham silkasini tashlaymiz o'rtoqlar gruppada. Mana xudo xolasa o'yinlar ketyapti. Mana hoji ham ishtirokda mana. Xolos mana klientlarni oldida qilyapmiz. Xo'p. Keyingisi. Xo'p, akamiz necha million? 7 millionlik savdo qilgan akamizniki ekan mana. Qancha? 7 million 110 ming so'mlik. 97lik 255 43 47. Yashang. Sizlarniki yana ham katta yutuqlar bor. Ha, u aytishdimi? 2 kishilik umraga chiqdamiz bor. Hozir mana 7 millionlik ham bu oyda o'ynadimi? Ham Gadovoyga olib qo'yamiz bularni. 5 milliondan yuqoridan. Yakunda yana bor. U umraga chiqdi bor 2 kishi. Hammasi monola o'ynalar. O'tib ketishadi ular. Xo'p, omadlar, aloqaga chiqamiz, omadlar. Xo'p, bitta qoldimi? Qani? Xo'p, 1 2 3 4 5 adashib ketdimi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hoji, yaxshilab bittasini torting. Aylantirib torting. Qancha qiynachi manaqqa? Ey. U 66. Qani? Bismillah. Voy. Savdo qilganlar 660 ming. Qanday baxtli insonlar. 660 minglik savdo qilganlar. Bo'ldimi, tugadimi? Tugatdi hoji. Mana kim hozir bir kishiniki bor edi. Ha, mana akamizga aloqa chiqadi. Oz ko'tarmaydi-da. Assalomu alaykum. Hoji aka, so'msiz? Sog'laringiz yaxshimi? Mana Uchqo'rg'on tegirmon akfasida savdo qilgan ekansiz, aka. Shu prizimiz chiqdi inshaalloh sizga ham. Vaqtingizga qarab bugunmi, ertaga ham kelib sovg'alanib ketaverasiz, aka.
Standart oq derazalar qo'yganmiz 10 kishiga 10 dona. Shuni bittasi sizniki. Inshaalloh agar kerak bo'lmasa pulini olib ketaverasiz. Buni oy oxirigami? Endi mana shu ichidagi o'ynalayveradi. Aprel 14-ga. Xo'p bo'ladi. Hoji bobo kelganingizda bitta eslatma qilib qo'yasiz bizga. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Sog' bo'ling. Hop, 2094lik. Hop, 94lik 302 14 70. Kim qoldi? Qarab qo'ying, akalar. Baxtiyor qani? Oxirgi ishtirokchimiz akalar 660 ming so'm olgan ekanlar. Hop, bitta standart, bitta forchka olgan ekanlar. Ha. Aka bo'ldi oxirgisi mashina. Shuni nima qilib qo'yaylik? Omadlayev. Nomerni bitta ko'rsatib olaylik. Yana bir. Yo, sizlarniki yangi potokka tushadi. Bu o'tib ketdi endi. Yangisi mana bugundan boshlanadi. Hozir buni to'ntaramiz. O'tib ketdi. Keyinroq qo'ng'iroq qiling. Omad a? Abonent zanit. Mayli, qayta aloqaga chiqamiz. Mana shu bizga beraveradi. Qayta aloqaga chiqamiz inshaalloh. Kelinglar, xarid qilinglar. Allohning suygan bandalariga chiqdi mana. Buyurib nasib qilsin inshaalloh. Bizga ham rahmat deb qo'ying. Xo'jayin, sizlarga alohida rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Mana xo'jayin spesialni keluvdilar. Mana masjidda o'zlariniki ham bor. Mana. Inshaalloh. Umrani olamiz. Inshaalloh. Ajolaringiz sog'. Xo'jayin, sog' bo'lasizlar, salomat Rahmat, bo'lasizlar. sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.